Laylatul Qadr kechasi alomatlari quyidagilar. Ushbu muborak kechaning alomatlari ichida quyidagilar namoyon bo'lishi mumkin. Birinchi, Qadr kechasida sokinlik hukm suradi. Atrof musaffo, yorug', xuddi sukunatga o'ralgan yog'duli oy charaqlab turgan kabi bo'ladi. Ikkinchi, osmondagi yulduzlar uchmaydi. Boshqa jismlar qaltis harakat qilmaydi. Kasalliklar paydo bo'lmaydi. Uchinchi, havo mo'tadil bo'ladi. Juda issiq ham, juda sovuq ham bo'lmaydi. To'rtinchi, ertalab quyosh qizarib, tog'oraga o'xshab, yog'dusi juda zaif bo'lib ufqdan bosh ko'taradi. Sababi o'sha tun va kunda ko'p farishtalar yerga tushib chiqib turishi oqibatida quyosh nurlarini ham to'sib qo'yadilar. Beshinchi, Qadr kechasida yomg'ir, qor yog'maydi. Agarda yog'sa-da, o'ta mayin va yoqimli bo'ladi. Sho'r suvlar chuchuk bo'ladi. Oltinchi, daraxtlar o'z shoxlarini yerga egib turgan kabi ko'rinadilar. Yettinchi, o'sha kuni shaytonlar chiqishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu kecha Alloh taoloning amri bilan farishtalar har bir osmondan va Sidratul Muntahodan yerga tushadi. Tong otguncha insonlar haqiga duo qiladilar. Qadr kechasini qanday o'tkazish kerak? Qadr kechasida maxsus ibodat qayd qilinmagan. Birgina Allohim, albatta sen afv qiluvchisan va afv qilishni yaxshi ko'rasan, meni afv qilgin degan duoni qilish hadislarda tavsiya etilgan. Muhimi bu kechani ibodat, zikr, tilovat, xayr ihson va boshqa yaxshi amallar bilan o'tkazish kerak. Bunday fursatlarda bir tur ibodat, masalan, faqat namoz bilan cheklanmay, zikr qilingan barcha ibodat turlarini qilish tavsiya etiladi. Chunki bunda banda har bir ibodatda yangilanadi. O'zgacha halovat tuyadi hamda o'sha amallarga va'da qilingan turli savob va ajrlar va manfaatlardan nasibador bo'ladi. Shu o'rinda o'zimizning sharoitdan kelib chiqib, bir narsani ta'kidlash joiz. Bizda Qadr kechasini ziyofatxo'rlikka aylantirish holatlari juda keng tarqalib bormoqda. 1-2 soat ibodat qilgandek bo'lishadi-da, kechaning qolgan qismida osh-ovqat va oldi-qochdi gaplar bilan band bo'ladilar. Yoki qandaydir kinolar tomosha qilib o'tiradilar. Bular ushbu kechaning odoblariga to'g'ri kelmaydi. Vaqtni zoyi qilish bo'ladi. Ilmiy suhbat bo'lsa, kitob o'qilsa, ma'rifat ulashilsa yaxshi albatta. Ammo duolar qabul qilinadigan bunday onlarda yolg'iz holda ibodat va iltijorat qilib qolish, hojatlarni yolvorib so'rab olishni unutmaslik kerak. Ayni muddao damlardir. Ayniqsa Qadr kechasini oila davrasida bola-chaqalar bilan nishonlash kelgusi avlod uchun juda katta ijobiy ta'sirga egadir.